Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Men Damazda bir hali gazda ertalab qiyin yuradi, yurmayapti deyishganda internetda videolarni ko'rdim. Men bu yerda hozir ko'rsataman. Mana redaktorda men bu yerda sandigini alishtirish kerak deyishdi. Xullas. Men o'shanda bitta narsaga nima qildim, shu buni agar o'shani alishtirishgacha bo'lmasdan o'shani yurgizishni iloji bormi, o'shaga nima to'lib qoladi, gazga bo'chib qoladi-da mashina, keyin ertalab sovuqligida yurgizsa yurmaydi deyishadi. Men hozir o'shani yo'lini topdim xullas. Bitta yo'li bor ekan, sodda yo'li. Meniki ham xuddi o'sha ahvol. Men ham alishtirganman o'sha sandigini. 3 kundan beri yurmaydi, bugun o'zidan-o'zi yurdi. O'sha ishni qilaverdim. Mana bu yerda knopkasi bor, oddiy mana bunaqa knopkasi. Benzin bilan gazga oladi. Shuni o'rtaga qo'yib turib, hali gazni chaqillatmaydigan qilib turib, gazni ochmaydigan qilib turib. Gaz ochmaslik kerak bosganlaringda. O'shanda keyin gazni ochmasdan turib, mana hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bu knopkani o'rtaga olsam, mana kaltni ochsam ham gazni ochmaydi hozir. Mana gazni ochmayapti. Endi mana uni chekkiga olsam, qarab turinglar. Mana shu gazni ochmaydigan qilib turib 5-6 marta starterda bosib olib turib, berilib atib bergan bo'lsa gazda agar. Keyin qaytarib gazni ochib turib bitta bosib yurar ekan xullas. Men sizlarga bitta sirrini ochib qo'yay. Men bilganim shu xullas. Men mashinam shunaqa bo'lib yurdi. Yana bilmadim kimda qanaqa.